jahon fantastikasining mutlaq durdonasi. Qum va bo'ron sayyorasi. Koinotning eng buyuk xazinasi aynan shu yerda yashiringan. Bu aqlning kushandisi. Duna O'zbek kitobxonlari kutgan asar. Sahnamiz markaziga asar tarjimoni Madina Abdullayevani taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar va yangi kitob loyihasi qatnashchilari. Hammangizni bu yerda ko'rib turganimdan xursandman. Hozirgi kitob avvalgilardan keskin farq qiladi, chunki bu ilmiy fantastik janrdagi kitob va bu kitob haqida aslida o'zim tarjimon sifatida ayta olaman. Ko'p gapirishim shart emas. Tasavvur qiling, butunlay cho'ldan iborat sayyora, suv shunchalik taqchil, u shu sabab eng oliy valyutaga aylangan. Lekin shunda qurg'oqchil sayyora butun koinotni markaziga aylangan. Nega? Chunki undagi birgina yagona resurs butun boshli sivilizatsiya, global siyosat va imperiyalar taqdirini hal qiladi. Hozir ta'riflaganim Arrakis sayyorasi, Frank Herbertning mashhur Duna asari voqealari sodir bo'ladigan joy. Mana shu asarni o'zbek tiliga o'girgan tarjimon sifatida bu asar shunchaki ilmiy fantastika janri ishqibozlari ermagi emasligi haqida gapirmoqchiman. Bu kitobdan biz anchagina kattaroq savollarga javob topishimiz mumkin. Bu asar kitob emas, film ko'rinishida ham juda ham ko'pchilikka mashhur. Ikkita qismi ishlangan, hozir 3-chisi chiqish arafasida. Lekin filmni ko'rganlarga men kitobini alohida o'qishni tavsiya qilaman, chunki filmda asardagi asosiy falsafiy, siyosiy va tarixiy teranligi biroz pasayganday. Shuning uchun bu asar bizga ulkan imperiyalar qanday qurilishi, qanday qulashi va din va siyosat ommani boshqarishda qanday kuchli qurolga aylanishi mumkinligi haqida hikoya qiladi va bizni hokimiyat uchun kurashni, qonli tabiati va inson irodasining chegaralari haqida o'ylashga majbur qiladi. Hattoki bu kitobni o'zimizga, ya'ni o'zbeklarga yoki mintaqamizga desak ham bo'ladi, taalluqli yoki o'xshash tomonlari ham bor. Biz bilamiz, Buyuk Ipak yo'li mintaqasi chorrahasida joylashganmiz va siyosat va sivilizatsiyalar to'qnashuvi qanchalik tarixiy salmoqqa egaligini bilamiz. Shunday ekan, bundan tashqari ekologik muvozanat va suv taqchilligi odamlar uchun qanchalik muhimligini ham bilamiz. Shunday ekan, bu kitob hozirgi vaziyatda yurtimizdagi va butun dunyodagi, butun sayyoramizdagi ekologik muhitni yaxshiroq anglashimizga va tahlil qilishimizga ham yordam beradi. Bir so'z bilan aytganda, bu kitob sizni strategik fikrlashingiz, global fikrlashingizni yaxshilaydi va aslida bu yangi kitob loyihasini asl maqsadi ham hozirgi va kelajak avlodni tafakkurini yuksaltirish. Shunday ekan, men shaxsan ayta olaman, bu kitob har bir chuqur o'ylaydigan, kattaroq savollarga javob qidiradigan odamlarning kutubxonasidan
joy olishga nima desam arziydi va o'zim shuni tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun Rahmat kattakon.